Andijon viloyatida fuqarolarga qurol va tig'li jismlar bilan tahdid qilib jinoiy harakatlar sodir etib kelayotgan uyushgan guruh qo'lga olindi. Jinoiy guruh a'zosi Alimov Minhojiddin Abdumajid o'g'li, laqabi Hoji, 1995-yilda Andijon shahrida tug'ilgan. Muqaddam O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104, 164, 277 hamda 127-moddalari bilan sudlangan. Hozirda bu shaxs respublika hududidan chiqib ketgan. U bilan birga jinoiy sherigi Shokirov Abdumalik Muhammad Sobir o'g'li, laqabi Muftiy, 1995-yil Andijon shahrida tug'ilgan. U ham jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan sudlangan. Hozirda ularni qo'lga olish choralari ko'rilmoqda. Ular o'zining jinoiy sheriklari Jo'rabekov Javohir Otabek o'g'li, laqabi Shayton va Yo'ldashev Javlonbek Tursunboy o'g'li. Ular birgalikda jinoiy til biriktirib, guruh bo'lib kriptoaktivlar ayirboshlash bilan shug'ullanib yurgan shaxsni obdon kuzatib yuradi. So'ngra unga qo'ng'iroq qilib, mijoz ekanliklarini bildirib, Andijon shahridagi supermarketlardan biri oldiga chaqirishib, Damas rusumli avtomashinaga o'tkazib, o'zlarini huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimi deb tanishtiradi. Kriptoaktivlar noqonuniy muomalasi bilan shug'ullanib yurganligidan xabardor ekanliklari, agar birga ishlovchi tanishidan tegishli kriptohamyon hisob raqamiga 150 ming AQSh dollari o'tkazib bermasa, jinoiy javobgarlikka tortilishini aytib qo'rqitadi. Qurol va o'tkir tig'li jismlar bilan jabrlanuvchini o'z mulkini berishga majbur qilgan holda qiynoqqa soladi. Jami 100 ming AQSh dollari miqdordagi kriptovalyutalarni tovlamachilik yo'li bilan o'zlariga tegishli kriptohamyonga o'tkazishga erishishadi. Mazkur holat yuzasidan bu jinoiy guruhga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A bandi va 176-moddasi 3-qismi A bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ushbu jinoiy guruh tomonidan sodir etilgan noqonuniy xatti-harakatlarni aniqlash maqsadida olib borilgan tezkor qidiruv va surishtiruv ishlari natijasida guruh a'zosi bo'lgan 2000-yilda Andijon shahrida tug'ilgan Yusufjonov Omadbek Yunusjon o'g'li, muqaddam jinoyat kodeksining 168, 166, 165, 164-moddalar bilan sudlangan ushbu shaxs ayol kishiga kuch ishlatish yo'li bilan uning tanasining turli joylariga tan jarohati yetkazib, unga tegishli bo'lgan iPhone 16 Pro Max rusumli telefon apparatini tortib olib, o'zining shaxsiy ehtiyojlari uchun 10 million so'm miqdorida pul mablag'larini talab qilib olganligi holatlari aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan bezoriga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 166-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sportning bir nechta turlari bilan shug'ullanib kelgan bu bezori to'da ko'chada oddiy fuqarolarga zo'ravonlik ko'rsatib kelgan. Guruh a'zolari chet el davlatlarida ham bir nechta jinoyatlar sodir etib, insonlar hayoti va sog'ligiga jiddiy zarar yetkazgan. Davlatimiz rahbari ta'kidlagandek, o'zini qozi deb hisoblab, qonundan ham ustun qo'ygan tovlamachi bezorlar, jinoiy to'dalar faoliyatiga butun jamiyat bilan qarshi kurashamiz. Har qanday vaziyatda ham fuqarolarni ishonchli himoya qilayotgan huquqni muhofaza qiluvchi organlar, konstitutsiya va qonun bor. Agarda ushbu jinoiy guruhning harakatlaridan aziyat ko'rgan bo'lsangiz, ichki ishlar organlariga yoki 102 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilishingizni so'rab qolamiz. Shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi.